Qaysar, bayatdan beri shundaq yaxshi numurlar o'rindaldi. Tomoshabinlarimizmi nayta huzur ichida qiziqib turib, angladi ham ko'rdi. Men mushu manzarani ko'rib tuyuqsiz bir konularning mundaq bir gibi esimga kelib qoldi. Xo'sh. Demisimi bizda suv ichganda quduq qazg'ichini unutma degan bir hikmatli so'z bor. To'g'ri. Biz mana shu minutlarda Navo programmasini iqtisodiy jihatdan qo'llagan Xinjiang uchun egalik cheksiz mas'uliyat shirkati Xinjiang liniyasi to'r bekitiga chin ko'nglimizdan rahmat aytmay turolmaymiz. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rman, siz Navo programmamizni ko'rdingizmi? Nomerlarimiz ko'nglingizga yiqayotamdi. Agar xohlasangiz programmamizga qatnashib fikr bering. Chunki Navo sizning, bizning, shundaqla hammamizning. Qaysar Naytim to'g'ridaydi. Undaq bo'lsa, nimaga qarab tursiz? Darhol Navo sahnasiga qadam tashrif qiling. Bizning Navo sahnasi san'atkorlarimizga, shundaqla san'at sevar do'stlarimizga har vaqt o'z qo'yindan bir kishilik o'rin beradi. Qana bo'lsa, diqqatla yana sahnamizda bo'lsin. Naqish bo'lgan dilimga bir sening men degining naqish bo'lgan dilimga endi kechdim degan so'z qandoq keldi tilingga endi kechdim degan so'z qandoq keldi tilingga selib qo'yding hasratga og'rimidi ichimni selib qo'yding hasratga og'rimidi ichimni şu azabım bir sana şen benim gücümü şu azabım bir sana şen benim gücümü varmıkin hiç bilmeymen esretin o yığırdep varmıkin hiç bilmeymen ayrılganға ölmeymen akidemge jığlaymen ayrılganға ölmeymen akidemge jığlaymen akidemge jığlaymen Rahmat Chaqirjon. Biz Abdulhaq Avam Selim efendimning siz haqida aytgan bir necha kalimalar quloq solamdik. Anglag'ingiz bormi? Anglayman. Men Shakirjonning naqsini anglagandan keyin o'zim bir xil shundoq bir hissiyat bo'ldimki, hozirgi yoshlar haqiqatan jo'shqin, ruhliq, yangilik yaratishga, ijod qilishga jur'at qila oladigan yoshlar. Bundan keyin texnik tirishib ilgarilishini umid qilaman. Shakirjondek vaqtlaringizni eslab qoldingizmi?
Men albatta eslayman. Sakirjon, bundan keyin texnik tirishishingizning naqshi muzika jihatda mushu yo'lda bosgan qadamlaringizning texnik uzoq so'zilishini umid qilamiz. Rahmat sizga. Sizga rahmat.